Assalamu alaykum kanalına yaxshimi? Ular selamat bo'lsin inshaalloh. Men bugun bambuningki men bir biqishim deb demoqchi. Mesela mamamın qaysi kuni yangi olgan bamburum bu yerda hech qanday bir yeşillik yo'qdi. Mana chiqyapti, mana bu burunqisi. Mana bu yer, mesela bunu ko'rsatmoqchi. Bu sag'rib qoldi. Bunda bo'lsa biz qanday qilamiz deb savollar menga ayrim kelganlik uchun. Bunu men ko'rsatib bermoqchi. Qağılları hemmisi yaxşı. Mana mushu biraz yıldız tatlıqlıq ama biraz sağırıp qağlıq. Bunu men mana mush yerga kesib etdim. Yeşillik bayağı geç. Sirqib tugich kesib etdim. Bu chiqib ketdi. Mush yerga kesim hazır. Qaycham bilan mana ko'rgan olardek bu yerni kesib etdim. Bu yerni aytdi yaxshi, men bu yer sağırıp qağlıq uchun bu yerga zarar beruvchi uchun buni kesib etdim. Kesib bo'lgandan keyin belki bu yerga kesak mı buldu. Çünkü bu yerda azroq siriqlik bor ekan. Şuna men yeni bir azroq kesib etay. Bo'ldi. Mana siriqlik tugich kesib etdim. Endi bu yerning tepasini men mana silikon tapancha bilan yemlayman. Sizlar shamda eritib yemlasanglar bo'ladi. Cho'qim seni itib etish kerak. Mana ko'rdinglarmi men mana shu silikon tapanchasi bilan mana etib etdim. Bu uchiq qolmasligi kerak. Bu holatda etib qo'yib qo'ysak yana boshqadan ko'klaydi. Cho'qim siriq bo'lib qolganlarni kesib etinglar. Bu bo'lmasa o'sishga ta'sir beradi. Yeşil yaproq chiqarishiga ta'sir berib, keyin bu asti qismi sesishga boshlaydi. Mana buning hammasi shu holatda. Endi buni men suyuqning ichiga qo'yib buni ko'ksib qo'yasizlar ekan. Bu yıldız qismini bu. Mana shu holatda. Naydi yaxshi. Men buningga ancha-muncha oyda bir qatim aqochiq chechib qo'ydim. Suyunu cho'qim haftada bir qatim tegishtiramiz. Ichma suv bo'lmasligi kerak. Turbo suv bo'lmasligi kerak, cho'qim ichma suv bo'lishi kerak. Bugungi mazmun shu. Foydalangaysizlar inshaalloh.